Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan bosh shtabi Nyu-Yorkdagi Elie Wiesel insoniyat fondi, ya'ni vaqfisi, Yahudi cho'ng qirg'inchiligida hayot qolgan Nobel tinchlik mukofoti sohibi Elie Wieselning himmat qarshini qo'g'dash va uni yo'lga qo'yish yuzasidan qurilgan edi. 10-iyul dushanba kuni Elie Wiesel fondi rasmiy bayonot e'lon qilib, fondining Elie Wieselning ma'arifchi, faoliyatchi, jurnalist, o'quvchi va e'tiqodchi bo'lishdek mirosini aks ettiradigan tashkilotlarni qo'llashni maqsad qiladiganligini ham bu yil bir qism Uyg'ur tashkilotlariga yordam beradiganligini e'lon qildi. Bayonotda ular bu yordam sommasining Uyg'urlarning haq-huquqlarini qo'g'dashga ajratilganligidan ikkilanadiganligini bildirgan. Elie Wiesel insoniyat fondining to'g'rida e'lon qilingan maxsus bayonotda tonushtirilishicha, bu yil Elie Wiesel fondi Uyg'urlar uchun xizmat qilayotgan foyda olmaydigan tashkilotlarga $500 million yordam mablag'i ajratgan bo'lib, buning bir ulushi Dunyo Yahudi kuzatish tashkilotiga berildi ekan. Bu tashkilot dunyoning har qaysi joylaridagi keng ko'lamli vahshiylikdan omon qolganlarga yordam va shifolik yetkazadigan Yahudi tashkiloti bo'lib, Uyg'urlar uchun maxsus programmalarni tuzgan ekan. Yordamga erishgan Uyg'ur tashkilotlaridan Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bu yilgi yordam puliga erishuvchilar sifatida tanlangan. Elie Wiesel insoniyat fondi bu vaqtdagi bayonotida bu Uyg'ur tashkilotlarining tashabbuslari va Uyg'ur jamoatini tashabbus qilgan asosda tanlanganligini ilgari surish bilan teng 2017-yildan boshlab Xitoyning g'arbiy shimoliy yoki sharqiy Turkistonda qayta tarbiyalash lagerlariga 1,800,000 kishi qamalgan va ularning oilasi majburiy ayirib etilgan deb eskartish bergan. Elie Wiesel fondining bu yillik yordamiga erishgan yuqorqi 3 tashkilotdan boshqa yana diasporadagi Uyg'urlarda Uyg'ur tili, tarixi va madaniyatini saqlash hamda qo'g'dashni maqsad qilib qurilgan Washingtondagi Mehribon ona Uyg'ur ona til maktabiga ma'rifchi fondi nomida yordam ajratilgan. Elie Wiesel fondining ma'rifchi yordam turi maxsus Yahudi qimmat qarshini asos qilgan axloq tarbiyasi bilan munosabatlik dialogni ilgari suradigan programmalarni qo'llash orqali ma'rifga bergan va'dasini hurmatlash yuzasidan ta'sis qilingan ekan. Bayonotda Elie Wiesel insoniyat fondi jamiyatining raisi Elisha Wiesel mundaq degan: Bizning tunji faoliyatchilarni qo'llash yordam pulimiz Uyg'urlarning huquqiy va izzat hurmatini asliga keltirish uchun maqsadlik va jiddiy xizmat qiladigan advokatlarga markazlashdi. Qaraganda bu yordamning bevosita natijasi sifatida bu yil qishda Dunyo Yahudi kuzatish tashkiloti, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Nyu-Yorkda Uyg'ur faoliyatchilari va ittifoqdoshlari yig'ini uyushtirdi ekan. Bu orqali xalqaro Uyg'ur qirg'inchiligiga qarshi inkas qo'zg'ash va aloqador taraflar aro hamkorlikni ilgari surishni maqsad qilgan ekan.